Ofsinlar serialining 1-dekabr 2025-yil soat 20 da Milliy TV kanalida namoyish etiladigan 51-qismi tomoshabinni yana katta oilaning ichki ziddiyatlari markaziga qaytaradi. Aynan shu sana voqealarning yangi burilish nuqtasiga aylanib, kechagi xatolar va bugungi sinovlar o'rtasida kuchli dramatik bog'lanish yaratadi. Serialning asosiy mazmuni bir uyda yashashga majbur bo'lgan kelinlar o'rtasidagi yashirin va oshkora raqobat. Ularning o'zaro munosabatlari asta-sekin murakkab ruhiy kechinmalar, sirlar va oilaviy an'analarga bo'lgan turlicha munosabatlar orqali chuqurlashadi. Ofsinlarning o'ziga xosligi shundaki, unda xarakterlarning ichki olami nihoyatda nozik va hayotiy tarzda ko'rsatiladi. 51 qismda kutilmagan qarorlar, yangi to'qnashuvlar va yarashishga bo'lgan urinishlar ko'zga tashlanadi. Har bir voqea tomoshabinni chuqur o'yga toldiradi, chunki serial insoniy sabr, ishonch va bir-birini eshita olish qobiliyatining naqadar muhimligini yana bir bor eslatadi. Ofsinlar nafaqat qiziqtiradi, balki hayotiy saboqlarni ham juda tabiiy yetkazadi.